Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin va ala alihi va sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bugun sizlar bilan Mabda'ul Qiro'a kitobini birinchi qismidan darsimizni boshlaymiz. Avvalambor Allohga hamd sanolar bo'lsin. Bizni mana shu kitobni o'qishga muvaffaq qilgani uchun. Xo'p, bu kitob Mabda'ul Qiro'a kitobi o'zimizda qabul berilgan kitoblardan, ta'rifga behojat bo'lgan kitoblardandir. Bu bilan bizni ustozimiz va ularning ustozlari ham arab tilini boshlagan kitobdir. Bu kitobning muallifiga keladigan bo'lsak, muallif haqida o'zi pastda tarjima hollarini bergan. Ular San'atulloh Ne'matulloh o'g'li Bekpo'lat. Atoqli tatar turk olimi. Ko'plab asarlar muallifi San'atulloh Ne'matulloh o'g'li Bekpo'lat 1885-yili tavallud topgan. 1894-1905-yillarda Ufadagi Husayniya madrasasida, keyinchalik esa Qohiradagi mashhur Al-Azhar Darul Fununida tahsil olgan. 19-asrning ulug' ma'rifatparvarlari va diniy arboblaridan bo'lgan San'atulloh Bekpo'lat Husayniya madrasasi va boshqa bilim dargohlarida arab tili hamda islom va tarixidan ko'p yillar saboq berdi. Keyinchalik hukmdorlar ta'qibiga uchrab, O'rta Osiyoga ketishga majbur bo'ladi. Muhojirlikda o'zbek, qirg'iz, qozoq, uyg'ur, tojik tillarini mukammal egallaydi. 1928-yildan Tataristonning Qozon shahrida yashab, faoliyatini olib boradi. San'atulloh Bekpo'lat dars berish bilan birga ilmiy ijodiy faoliyatini ham to'xtatmaydi. Uning Sharq tarixi, 4 xalifa, Hazrat Muhammad, Mabda'us sarf, Mabda'un nahv kabi darsliklari uzoq yillar ilm ma'rifatga xizmat qildi va hozirda ham ahamiyatini yo'qotmagan. Mashhur alloma, mohir pedagog San'atulloh Bekpo'lat 1954-yili Tataristonning Qozon shahrida vafot etdi. Alloh bu zotni o'z rahmatiga olsin. Amin. Bu muallifni haqidagi tarjima hollari. Endi biz darsga kirishamiz. Inshaalloh bizga mana Bismillahirrohmanirrohim birinchi darsni beryapti. Ad-darsul avvalu birinchi dars. Xo'p. Darsni matniga kirishdan oldin mana shu matn bo'ladi. Matnga kirishdan oldin birinchi bo'lib so'zlarning ma'nolarini o'rganib ketamiz albatta. Xo'p. Birinchi mana o'ng tarafdan boshlaymiz. Birinchi kitabun. Kitabun kitob degani. Oson. Kitabun kitob. Buni ko'pligi esa nima? Kutubun kitoblar. O'zi mana qovuschada ko'pligini berib ketadi. Kitabun kitob, kutubun kitoblar bo'ladi. Xo'p, endi bu chap tarafdan, bir o'ng tarafdan, bir chap tarafdan o'qib ketamiz. Keyingisi esa mana mihbaratun siyohdon degani, mihbaratun siyohdon. Buni ko'pligi esa arab tilida ko'plikni jam'a deydi. Buni jami esa mahabiru siyohdonlar bo'ladi. Xo'p, yana bir narsani aytib ketamiz. Bizni o'zbek tilimizda bir narsani ko'pligini ifodalashlik uchun oxiriga lar qo'shimchasini qo'shishimiz bilan ko'plikni ifodalaymiz. Ammo arab tilida esa undaqa oxiriga qo'shib qo'yishlik bilan hamma joyda ko'plikka ifodalaydigan bir qoidasi yo'q. Ular har xil bo'ladi. Misol uchun kitabunni jami kutubun bo'ladi. Boshqa so'zni jami boshqacha bo'ladi. O'sha uchun har bir so'zni, arabcha so'zning birligini yodlashlik bilan birga uni ko'pligini ham yodlashlik kerak bo'ladi. Demak, xo'p, mihbaratun siyohdon, mahabiru siyohdonlar. Xo'p, keyingisi lavhun. Lavhun lavha taxtacha degani, alwahun lavhalar, taxtachalar. Xo'p, keyingisi sabburatun doska degani, o'zimiz bilgan doska. Sabburatun doskalar. Qalamun qalam, bir xil o'zbekchada ham qalam bo'ladi. Aqlamun qalamlar. Keyingisi daftarun. Daftarun o'zimizda ham daftar. Dafatiru daftarlar. Uni kurrosatun ham deb ishlatiladi. Kurrosatun deb
eski avvalda ishlatilardi, hozirda lekin ko'pchilik daftarunni ishlatadi. Xo'p, keyingisi mistaratun chizg'ich, masatru chizg'ichlar, waraqun qog'oz, awraqun qog'ozlar, hada bu degani, ya'ni yaqiningizdagiga ko'rsatasiz bu deb. Ha ulai bular degani. Xo'p, endi hada bu deb qovushchadan muzakkar deb qo'ying. Muzakkar nima degani? Muzakkar bu erkak kishiga ishlatiladigan so'zlarga muzakkar deyiladi. Buni qarshisida esa mana hadihi bu muannas, bu ayollarga ishlatiladi. Ya'ni misol qilib aytsak, ruschada женский мужской rod bo'lgandaqa, arab tilida ham shunaqa женский мужской rod bor. Lekin shu mужскойni muzakkar deydi, женскийni esa muannas deydi. Xo'p. Buni keyin yana darsda qanday ishlatilishini tushuntiramiz. Keyingi so'z ayna. Ayna qayerda degani? Ayna qayerda? Hibrun siyoh, huburun siyohlar. Ma nima? Bu ham so'roq nima? Xo'p, endi olmoq. Akhzun, mana akhzun olmoq degani. Endi mana u akhoza bu o'tgan zamonda bo'ladi. Akhoza o'tgan zamonda. Ya'khudu hozirgi va kelasi zamonda ishlaydi. Xud esa bu buyruq bo'ladi. Xo'p, akhoza oldi, ya'khudu olyapti, xud ol buyruq bo'ladi. Akhzun esa olmoq. Ish harakatining nomi bo'ladi. Xo'p, keyingi so'zimiz esa hati. Bu ber yoki keltir degani. Ar-rishatu pat pero. Eski zamonda shu pat bilan yozishgan. Qalamul hibri sharikli ruchka degani. Qalamur rasosi oddiy bo'yoq qo'rg'oshin qalam degani. Peroli ruchkani yo maskatun deydi yoki masikatun deydi. Ikkalasi ham joiz. Nashafatul hibri bu siyoh degani. Nashafatul hibri siyoh shimdirgich bosma degani. Xo'p, musakun bu eshik ushlagichni keltiribdi ekan. Lekin buni tepada matnda bermaydi bu musakun degan so'zi. Xo'p, endi matnga kirishamiz. Xo'p, matnda birinchi bizga bergan jumlamiz hada kitabun. Xo'p, hadani biz pastdan bildikki, hada bu degani, hada bu, kitabun esa kitobdir. Demak biz hada kitabun bu kitobdir deb tarjima qilamiz. Xo'p, keyingisi esa hadihi mistaratun. Hadihi bu ham bu degani, hadihi muannas lekin. Mistaratun esa chizg'ich. Xo'p, nimaga bu yerda muzakkar ishlatildi? Bu yerda esa muannas ishlatildi desa, chunki bu yerda mana bu mistaratunni oxirida mana bu ta bor. Mana shuni ta marbuta deydi. Bu muannaslik tasi. Muannaslik, ya'ni misol uchun o'sha muannas so'z muannas ekanligini bildirib turadigan mana shu narsa ta hisoblanadi. Ya'ni bir kalimani ko'rsangiz, oxirida mana shunaqa dumaloq ta bilan kelgan bo'lsa, u muannas bo'ladi. Xo'p. Keyingisi ayna saburatu. Ayna qaraymiz, ayna qayerda degani. As-saburatu esa doska. Ayna saburatu doska qayerda. Aynal mihbaratu. Ayna qayerda, al-mihbaratu siyohdon degani. Aynal mihbaratu siyohdon qayerda. Khuzil qalama. Khuz ol degani. Khuz ol. Napasdan khuz ol degani. Al-qalama esa qalam. Khuzil qalama qalamni ol deb tarjima qilamiz. Hatil kurrasata. Daftarni ber yoki keltir, ha? Daftarni keltir. Hati keltir, kurrasatun daftar. Hada waraqun. Bu varaqdir. Hada bu waraqun varaq. Hada waraqun bu varaqdir. Khuzil kitaba. Khuz ol degani, kitabun esa kitob. Khuzil kitaba kitobni ol degani. Ma hadihi mistaratun. Ma nima degani? Ma nima? Hadihi bu degani. Ma hadihi
Bu nima? Mistoratun chizg'ich. Hati qolamal hibri. Hati ber degani. Qolamal hibri esa sharikli ruchka. Ya'ni hati qolamal hibri sharikli ruchkani ber. Xudir rishata. Xud ol degani, ar-rishatun esa pero. Xudir rishata peroni ol. Aynal kurrosatu. Ayna qayerda? Kurrosatun daftar. Demak, daftar qayerda deb tarjima qilamiz. Aynal varaqu. Varaq qayerda? Hada hibrun. Bu yerda mana shu xato tushib qolgan. Mana alif lam bo'lmasa kerak bu yerda. Hada hibrun bo'lish kerak. Bu siyoh. Hibrun siyoh. Bu siyohdir deyish kerak. Xo'p. Endi pastda birinchi mashqni bergan. Quyidagi gaplarni arab tiliga tarjima qiling degan. Xo'p. Endi birinchi bizga bergan so'zi daftar qayerda? Daftar yo daftarun yoki kurrosatun deb o'tdik. Xo'p, bildik. Buni arabchasi daftarun ekan. Qayerda? Qayerda arab tilida ayna bo'ladi. Demak, biz qanday tarjima qilamiz? Daftarun ayna. O'zi birinchi ayna birinchi keladi-da, shunda ayna daftarun deb tarjima qilamiz. Keyingisi chizg'ich qayerda? Chizg'ich mistoratun. Qayerda esa ayna. Demak, aynal mistoratu deb tarjima qilamiz. Bu qalam. Bu hada degan. Qalam qalam. Demak, hada qalamun. Bu qog'oz. Hada waraqun. Siyohdonni ber. Ber nima? Hati. Demak, hati, siyohdon esa mihbaratun. Hatil mihbarata deb tarjima qilamiz. Kitobni ol. Ol xuz degani. Demak, xudil kitaba deb tarjima qilamiz. Bu nima? Bu hada nima esa ma. Demak, ma hada. Taxtacha deyapti, ya'ni lavhun. Demak, ma hada lavhun. Pero qayerda? Pero rishatun. Qayerda ayna? Demak, aynar rishatu deb tarjima qilamiz. Sharikli ruchkani ol. Ol xuz degani. Xuz sharikli ruchka esa qalamul hibri bo'ladi. Xuz qalamal hibri deb arabchaga tarjima qilamiz. Daftarni ber. Hati kurrosata. Hatil kurrosata. Qog'oz qayerda? Aynal waraqu. Qalam qayerda? Aynal qalamu. Siyohni keltir. Hati keltir degani, siyoh esa hibron. Hatil hibro siyohni keltir degani. Mana shu yerda birinchi darsimiz tugaydi. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastag'firuka va natubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.